Assalomu alaykum hammaga. Bugun 11-oktyabr 2025-yil biz Moskvadamiz. Xudo xolasa Moskvadan tez kunlarda Qirg'izistonga yo'lga chiqamiz. Yuk, peredachalar bo'lsa olib ketamiz. Bizi WhatsApp nomerimiz +996 556 66 77 74. Xudo xolasa Piterga ham boramiz. Piterga dushanba kuni 13-oktyabr borib, Piterdan 17-oktyabrda Moskvaga qaytamiz. Piterdan ham yuk peredachalar bo'lsa olib ketamiz. Xuddi hozirgi yuqorida aytilgan nomer orqali, WhatsApp orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi. +996 556 66 77 74. Qirg'izistonning Bishkek va Osh shaharlarigacha yuk peredachalarni olib ketamiz va sifatli yetkazib berishga harakat qilamiz. Videoni yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'yishni unutmang. Oldindan rahmat. Sog' bo'linglar.